Man Eurogar firmasini mahsulotlari bo'yicha 2 oz aytmoqchi edim. Bu yerda biz hozir uyda eshik va darvozani buyurtma berdim. Bolalar kelib, mana o'lchab, men bergan tavsiyalar, o'zlari berishgan tavsiyalar bo'yicha 10 kun muddat ichida qilib beraman deyishdi. Bolalardan juda ishidan mamnunman. 10 kun u yerda tursin, 5 kun ichida hammasini tayyorlab, buyurtma bo'yicha ustanovka qilib, o'rnatib, hammasini ketishdi. Men juda mamnunman. İşlerini barakasini bersin. Yana bitta narsani aytmoqchi edim. Eurogargacha men bir ikkita firmalarga ham murojaat qiluvdim. Endi men o'zimni uslubim bo'yicha, buyurtmalarni va rangini bo'yicha bolalarga murojaat qiluvdim. Men hozir ko'rib turganingizdek, mana bu rangni qilib berisha olmadi, lekin mana bu hozir Eurogar bo'yicha murojaat qilganimdan keyin bolalar nafaqat men aytgan uslubda, balki o'zlari menga har xil ranglarda mahsulotlarni taklif qilishdi. Bundan tashqari ular nafaqat o'zimni takliflarim, balkim o'zlari ham amaliyotdan kelib chiqib turib, har xil modellarni ham taklif qilishdi. Mana shu model bo'yicha, hozir ko'rib turgan modelingiz bo'yicha, mana shu bo'yicha men hozir buyurtma berdim. Mana hozir qilib ketishdi. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Qolganlarga ham maslahat berardim. Agar mana shunday buyurtma bo'yicha eshik va darvozalar kerak bo'lsa agar, bolalar kelib, o'lchab, ko'rsatib, o'zlarining maslahatlarini berib qilib ketishadi.